Dadasi, paxta o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Siz qanday yashayman bu talog'ni? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib olaverchi, keyin anu qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qaydaga suv olib kelay. O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi, o'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmi, bolam? Normalni xotin toparman unda. Normallisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib, siz o'zingizga xotinni mosidan qilib. Bunga qarash kerak-ku. Doktor ahvoli qanday? Hech narsa qilgan, oddiy gripp bo'lgan-ku bular. Ha, o'lsan. Grippaga qilsan, vahima qilasan. Men seni bir Astraxandrozmi deb o'ylanman. Men o'lmaymanmi? Sen o'lmaysan. Sen birinchi meni o'ldirasan, keyin o'lasan. Dadasi, onamga telefon qiling. Uyda dokumentini olib notarsga ketyapti. Nomiga rasmiylashtirishga. Yuguring. Ha, onang.